Qalbda gullagan gul. Muallif Nasima Alimova. 5-qism. Komila. Ismim Komila Zahidova. Yoshim 19 da. Tabiatdan ochiqko'ngil, mehribon qizman. Lekin ko'pchilik bilan yaqindan suhbat qura olmayman. Judayam yaqin bo'lishni ham istamayman. Meni yaqindan bilganlar uchun esa ekstrovert. Meni bilmaganlar uchun esa introvertman. Ekstrovert, introvert va ambivert bu insonlarning shaxsiyati va ijtimoiy xulq-atvorini belgilovchi 3 ta tur. Ekstrovert aktiv va ijtimoiy insonlardir. Ular boshqalar bilan muloqot qilishdan, yangi tanishlar orttirishdan zavq olishadi. Ekstrovert ko'pincha kuchli energiyani to'plab, ijtimoiy muhitda o'zlarini qulay his qilishadi. Introvert ko'proq yolg'iz vaqt o'tkazishga, ichki fikrlari va his-tuyg'ulari ustida ishlashga moyildir. Ular ko'proq ijtimoiy vaziyatlardan charchashadi va faqat yaqin do'stlari bilan vaqt o'tkazishni afzal ko'rishadi. Ambivert ikki qit'aga ham mansub bo'lgan insonlardir. Ya'ni ular ijtimoiy bo'lishni va yolg'iz vaqt o'tkazishni ham xohlashadi. Ular muhitga qarab ekstrovert yoki introvert sifatida xulq-atvor ko'rsatishi mumkin. Hayotim davomida aslo bir narsadan kam bo'lmay o'sdim. Lekin doim nimadir yetishmayotgandek his qilaman o'zimni. Lekin aynan nima ekanligini bilmayman. O'z dunyoyimdagi dadam va oyimning yagona malikasi bo'lsam, hamma havas bilan qaraydigan, lekin aslida hasad ko'zi bilan qarab yonadiganlar uchun mukammal qizman. Lekin hech qachon o'zimni yuqori o'rinda munosib ko'rmaganman. Doim yaxshi narsalarni, yomon tomonlarini ham qidiraman. Chunki hamma narsa ham yaxshilikka bo'lavermaydi. Albatta, hamma ishning ham bir xayri bor. Lekin qalbimdagi qorong'ulik hech yorug'lik ko'rmaydi nazarimda. Ko'zimga ko'rinadigan rangli dunyo rangsiz bir tasvir bo'lib jonlanadi. Ammo bu rangsiz ko'rinayotgan tasvir 14 yoshimdan avval turli xil rangli jilovli ko'rinar edi. Yo'q, eslama. Bir muddat oynaga qarab o'zim haqimda o'ylashim bilan xayolim o'tmishimning qorong'u kunlariga eshik ochdi. Hammasi zulmat va og'riq. Qanday qilib qo'lim chap yuzimga borib qolganini sezmay ham qoldim. Yuzimni o'zim istamagan holatda chiqayotgan yoshlarim yuva boshladi. Lekin yig'laydigan ish bo'lmadi. Hammasi o'tmishda qoldi. Lekin qancha urinmay bu o'tmishni unuta olmayapman. Biroz yig'lab, shu yo'l bilan ichimdagi g'alayonni so'ndira oldim. Lekin boshim og'rigani qoldi. Ko'z yoshlarim sabab esa ko'z bo'yog'im yuzim bo'ylab shuvalib qolgan. Nam salfetka olib, sekin yuzimdan bo'yoqlarni tozalashni boshladim. Tip-tiniq yuzimga qarar ekanman, kamchiliklari o'zimga ham yaqqol bilinib turar edi. Aslida yuzim shu qadar chiroyli va tiniqki, bir dog'i yo'q, donachasi ham yo'q. Ammo chandig'i bor. Aslo yo'qolmaydigan chandiq. Og'riqli, azobli, har ko'zim tushganida aslo unutib bo'lmas voqeaning asorati ekanini eslatib turadi. Unutishimga esa yo'l qo'ymaydi. Xuddiki tavqi la'natdek. Komila uzoq vaqtgacha ko'z yoshlari bilan oynadagi o'z aksiga qarab o'tirdi. Eski xotiralarni eslash u uchun qiziqarli yoki-da yoqimli emas. Shunchaki og'riqli. Shunday bo'lsa-da, unutishni ilojisi yo'q. Bunga sabab yuzidagi chandiq. Plastik operatsiyasi orqali ham chandiqni yo'q qila olishmadi.
Shunchaki davo bo'la olishdi. Og'riqlarini biroz bo'lsa-da yo'qotdi, lekin yuzidagi bilinar-bilinmas chandiq qoldi. Shu bilan birgalikda bu voqea ko'plarga saboq bo'ldi. Komila ko'zlari achishib qolganini sezib, sekin o'tirib qolgan joyidan turdi. Boshi qattiq og'rir ekan, o'ziga o'zi tanbeh berib qo'yar edi. Shunchalar ham ahmoq bo'lamanmi? Nima uchun yig'ladim o'zi? Ahmoqqa o'xshab. Komila yuzini yuvish barobarida o'zini koyib qo'ydi. O'zini tartiblab, yuvinib bo'lganidan so'ng bosh og'rig'iga qarshi dori olib ichdi-yu, yotog'iga o'zini otdi. Yostig'ini to'g'rilab, joyiga yaxshilab joylashar ekan, yotog'i yonida turgan Mickey Mouse o'yinchog'ini ham silab qo'yishni unutmadi. Bu o'yinchoqni qanday va kimdan olganini eslay olmaydi. Onasidan eshitishi bo'yicha bu o'yinchoqni uni xaloskori, kichkinaligida hayotini saqlab qolgan yigit tomonidan sovg'a qilingan. Lekin bularni Komila eslay olmaydi. O'sha qahramoni haqida bilgani faqatgina gavdasi, yuzi esa ko'rinmas parda ortida turganday. Komila qancha urinmasin, baribir o'sha qahramonini yuzini eslay olmadi. Rasmini chizmoqchi edi. Balki shu yo'l bilan uni eslay olaman deya. Ammo baribir eplay olmadi. O'yinchoqni esa undan yagona sovg'a sifatida saqlab qo'ydi. Yuzi noma'lum yigitni esa hayotini saqlab qolgani uchun minnatdorchilik bildira olmaganidan xafa bo'lsa, qalban unga rahmat aytardi va har o'yinchoqni ko'rganida yuziga kulgu yugurilardi. Zotan bu o'yinchoqni sovg'a qilgan insoni kimligini aniq bilmasa-da. Ammo Komila yana bir narsani bilmasdiki, uni hayotini saqlab qolgan qahramoni oradan 5 yil o'tib yana oldiga uni asrash uchun qaytganini. Sanjar, bu uy menga begonaligi uchun uncha uxlay olmadim. Ertaroq turib, o'zimni chiniqtirish uchun mashq qildim. 1 soatlik har xil mashqlardan so'ng vazifam uchun tayyorlanishni boshladim. Soat 6 da tayyorlanib bo'lib, uyni kameralardan uyda nima gap so'z, kim nima qilyapti, hammasiga ko'z yugurtirib chiqdim. Xizmatkor qizlar nonushta tayyorlash bilan ovvora. 9 dan keyin uy tozalash bilan band bo'lishadi. Bir nechta yigitlar esa kirish darvozasi oldida soqchilik qilib turibdi. Erkatoy Malika hali ham uyquda shekilli. Komila kamera yozuvlarida ko'rinmayotganligi uchun hali ham uxlayapti degan xayolda o'tirgan joyimdan sekin turdim va katta uyga qarab yurdim. Katta uy deganim bu Zahidovlarning hashamatli uyi. Xizmatkorlar o'zlari turgan uyni kichik, ularnikini katta deb atashar ekan. Bir kunda shuncha narsani bilib, ularni tilida gapirishni boshladim. Bu uyda ko'p emas, 1 oy qolsam, nimalar bo'lar ekan-a? Yurish barobarida o'yladim. Aslida nima bo'lgan bo'lsa ham, yillar avval bo'lib bo'lgan edi. Bu shunchaki taqdirning ajoyib tasodiflaridan biri. Zero oldinda ochilmagan sir-sanoatlar hali ko'p. Komila, uyg'onishim og'ir bo'ldi. Kechagi ko'z yoshlarim sabab esa ko'zlarim achishib og'rishni boshladi. Hali oynaga qaramasimdan turib, sezyapmanki, 2 yuzim va ko'zlarim qip-qizil. Endi bularni ham yo'qotish uchun pardoz qilishga majburman. Soatga qaraganimda endi 6:30 bo'lib qolibdi. Avvaldan erta turib o'rganganim uchun kecha kech yotgan bo'lsam ham uyg'onishim uncha muammo bo'lmadi. O'rnimdan turib, qo'llarimni keng yoyib, chuqur nafas oldim. Qo'llarimni boshim uzra ko'tarib chapga va o'ngga egildim va tuni bilan harakatsiz qolgan tanamni uyg'otishga urindim. Ancha uyqum ochilganligi sabab joyimdan qo'zg'alib, to'g'ri vannaga qarab yurdim. Ha, anchagina pardoz qilishimga to'g'ri keldi.
Ko'zim va yuzlarimni qizarganini oynadagi aksimda ko'rib, o'zimga o'zim gapirdim. Komila yuvinib, taranib, 1 soat deganda kiyinib, yuzidagi pardozini maromida pastki qavatga tushdi. Pardozini shunchalar mukammal qilgan ediki, kecha yig'laganligi sabab qizargan yuzi, ko'zi va chandig'i ham bilinmas edi. U to'g'ri pastki qavatga tushib, oshxonaga kirib bordi. Mehmonxonada esa allaqachon dasturxon yozilgan nonushta tayyor holda turardi. Komila oshxonaga kirganida kofe ichib telefonni titib o'tirgan Sanjarga ko'zi tushdi. "Xayrli tong", dedi Komila hali ham telefonidan ko'zini uzmay tikilib turgan Sanjarga qarab gapirgancha. "Xayrli", deb qo'ya qoldi. Sanjar ham Komilaga qaramasdan turib jiddiy ohangda. Sanjarni bu jiddiyligiga yana bir bor Komila hayron qoldi. Har holda erta tongdan oz bo'lsa-da iliqlik kutgan edi undan. Ammo Sanjarni fe'li og'ir ekanligiga yana bir bor amin bo'ldi. Hattoki bir qarab ham qo'ymadi. O'tirgan joyiga yaslanib, stolga suyangancha oyoqlarini chalmashtirib o'tirardi. Bir qo'lida kofe bo'lsa, ikkinchisida telefon. Yuzidagi jiddiylik esa uni mukammal erkak qilib ko'rsatardi. Yelkalari keng, mushakdor, bilaklari kuchli, qo'lini musht qilganida esa qon tomirlari bo'rtib chiqib, odamni e'tiborini tez tortadi. Qora qosh, uzun kipriklari esa gapirmasa ham bo'ladi. To'lishgan yuziga mos sochlari yon tomonga qilib taralgan. To'lishgan lablari esa ularni bir so'z bilan ifodalab bo'lmasdi. "Sharbatni to'kish uchun oldingmi?" Sanjar sharbatni olib stakanga quyish o'rniga stol ustiga to'kayotgan Komilaga qarab dedi. "Voy, yo'q, bu nimasi endi?" Komila injiqlangancha o'zi qilgan ishiga qarab gapirdi. Komilani bu erkaligini bir chekkada kuzatib turgan Sanjar bilinar-bilinmas tabassum qilib qo'ydi. Qizning go'zalligiga esa qosh uchirib qo'ydi. Har holda bu go'zalligi bilan u kuni bo'yi uyda o'tirmasa, o'qishda, ishda va shu joylarga borgunicha uni ko'radigan odamlar ham talaygina. Shuni bila turib, shunchalik bo'yanish kerakmikan, degan xayolni o'tkazdi Sanjar. Biroz oldin paydo bo'lgan kichkina jilmayish ham yuzidan yo'qolib, yana jiddiylik niqobi taqildi. O'tirgan joyidan sekin turib, stol ustini quruq salfetka bilan tozalayotgan Komila tomon qadam tashladi. Komila tomon yana bir qadam tashlaganida uni qarshisida bo'lgan bo'lar edi Sanjar, ammo unday qilmadi. Yo'nalishni eshik tomon o'zgartirib, oshxonadan chiqish oldi Komilaga uni mashinada kutishini aytishni ham unutmadi. Sanjar Komilani pardozini ko'rib, nega bunchalik pardoz qilganini sababini bilmoqchi edim. Lekin oxirgi daqiqada u menga hech kim ekanligini esimga tushib, oshxonadan chiqib ketdim. Unga ortiqcha e'tibor, ortiqcha qarashlarni o'zi ortiqchadek. Hovliga chiqib, mashinani o't oldirdim va Komilani kuta boshladim. Oradan 20 minutlar o'tib, uydan chiqib keldi. Universitetga borguncha ikkimiz ham jim ketdik. Ora-sira mashina oynasidan unga qaraganimda, kim bilandir kulib yozishayotganini ko'rib, yana qoshlarim chimirildi. Bunga ham ortiqcha e'tibor bermasdan, mashina rulini qattiqroq siqib, yo'lga e'tiborimni qaratdim. Universitetga yetib kelishimiz bilan mashinadan avval o'zim tushib, yon atrofga bir ko'z yugurtirgancha Komilaga mashina eshigini ochib berdim. Ikkimiz birgalikda universitet ichiga kirar ekanmiz. Kechagiday hammaning nigohi bizga qaratildi. Komila mendan bir qadam oldinda, noqulay bo'layotgani uchunmi, bir sochiga teginardi, bir kiyimiga. Uni bu qilig'i universitetdagi do'sti va men bilan kecha tortishgan bolakay oldimizdan chiqquniga qadar davom etdi. "Xayrli tong, azizam", Akbar Komilani oldiga kelishi bilan uni erkalab dedi.
Akbarni bu gaplari Sanjarni kulgisini qistatdi. Bular qanday do'st ekan-a? Bir-birini jonim, azizam deydigan. Ming'irlagancha gapirdi Sanjar. Uni nima deganini faqatgina Komila eshita oldi. Chunki yonginasida turgan edi. Akbar esa Sanjardan uzoqroqda. U nima deganini eshita olmadi. "Hozir nima deding?" so'radi Akbar qo'lini shimi cho'ntagiga solib uzoq-uzoqlarga termulayotgan Sanjardan. "Eshitganing, qayta gapirishga majbur emasman", dedi Sanjar Akbarni tuntlashgan yuziga kulib qaragancha. "Ikkingizga nima bo'lyapti? 2 kundayoq dushman bo'ldingizmi?" Bu yoqimsiz suhbat janjalga aylanib ketishidan qo'rqqan Komila o'rtaga tushib ikki yigitga bir-bir qaragancha dedi. "Yo'q, haligacha dushman bo'lmadik oppog'im". Akbar Komilaga e'tiborini qaratib, o'zini doimgidek shirin so'zlari bilan gapirdi. "Men esa seni allaqachon qora ro'yxatimga tiqib qo'ydim, qoravoyim". Sanjar bir ko'zini qisgancha Akbarni jahldan qizargan yuziga 32 ta tishini ko'rsatib kulib turardi. Akbar keng yelkali, o'zi ham to'lachadan kelgan, bo'ylari uzun, bug'doy rang, Sanjardan hech qolishmaydigan ko'rinishda edi. Ammo Sanjar uni bug'doy rangdan kelgani sabab qoravoyim degani unga sira ham yoqmadi. Agarda Komila bu yerda bo'lmaganida aniq mushtlashuv bo'lgan bo'lar edi. Sanjar qarshi tomondan birinchi harakatni kutib jim turgan bo'lsa, Akbar o'zi pinhona sevgan, u uchun atab she'rlar yozgan, dil izhorini bildira olmayotgan do'sti sifatida gaplashadi-yu, ammo oshiq-u beqaror bo'lgan qizi oldida uni nazarida yomon inson bo'lib qolishdan qo'rqib jim turar edi. Akbar doim shu tomonlama Komilani qoyil qoldirib kelgan. Komilani nazarida u mehribon, faqatgina uni oldida ko'p gap, shirin so'z, og'ir bosiq yigit, yaxshi do'st bo'la olgan. "Nega menga unday qarab qolding?" Akbardan hech qanday harakat bo'lmaganligi uchun so'radi Sanjar. Bu safar kostyumini yelkasini shunchaki qoqib qo'yish barobarida. "Siz uchun aytmoqchi bo'lgan gaplarim ko'p edi, ammo qiz bolani yonida u gaplarni gapirgim yo'q. Ham meni siz bilan tortishib urishish tarbiyamga umuman to'g'ri kelmaydi". "Bu bilan nima demoqchisan, Akbar?" Komila o'rtada turgan yigitlarning jiddiy suhbatiga aralashib so'radi. "Ketdik, komoshim", gap egasini topib bo'ldi. Bu safar Sanjarni qo'llari musht tugilib, qoshlari chimirilib qoldi. Akbar esa Komilani yelkasidan qo'lini o'tkazib, o'quv xonasi tomon yurib ketdi. Komila Akbarni bu kutilmagan harakatlariga hayron qolsa, universitetda Akbarni do'pposlab, jiqqa musht bo'lib urishmaganligi uchun Sanjarga rahmat aytardi.